Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilarimiz va Usta Ravshan kanali a'zolari. Mana shikaturkamizning yakuniy qismiga keldik va nihoyat mana mayaklarimizni o'rnatmoqdamiz. Pad urvin, pad lazer hammasi ishlatilmoqda bu yerga o'zi. Mana mayagimiz holatlari. Ne oldu deb ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana lazerda chiqmaydi deyapti bir ikkita negativchilarimiz ko'rib qo'ysin mana qanday chiqqanini. Qayerga o'g'ir bo'lib yaxshilab sinchiklab ko'rib kuzatinglar-da aytinglar bizga. Qanday chiqadiganiga baho beringizlar. Guzalimiz bunaqa eni necha edi usta bu? Eni necha edi? 9,5 ga 920 ya. Bunaqasi nechida? Eni. Bunaqasi ham 9,5 9 metrmi darvozaxonamiz. 2 etajli patologiya plita bosilgan. Mana bu yerda yangi shikaturka urdik, buni piravila qilamiz nasib bo'lsa. Mana ko'rsatamiz. Anaqa tekislikda bo'ladiganmi? Kimda qadam taklif savollar bo'lsa bemalol murojaat qilingizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizda yangi videolar obuna bo'lishni unutmang. Musofir yurtda yurgan aka-ukalarimizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Oila ba'alariga eson-omon qaytsin. Ustalarimiz qizg'in urushmoqda. Ro'za Ramazon oyida ro'za tutib turib, shunchalik ishlashmoqda. Ustovo Horbay charchab yotibsiz ro'zalarni. Ey gap. Ko'rib qo'ying mana. Ustalardan ibrat oling mana. Ro'za bo'lib turib, qattiq mehnat qilishyapti. Belni vaqt bog'lab. Shikaturkamiz mayakda, to'rlov mayakda degan. Shikaturkamizning narxlariga keladigan bo'lsak, pad mayagimiz 50 ming, pad jilka 35 mingdan bo'lyapti. Bu joylarni ko'rsatib o'tamiz alohida. Burjak 90 gradus to'liq bo'lgan.